Yana bitta Cobalt avtomobilini bakovoylarini yopiladigan qilib berdik. Menu knopka ulab qo'yganimizda bitta bossak, ikkala bakovoyimiz yopiladi. Yana xuddi shu knopkasini bossak, bakovoylarimiz ochilib beradi. Joy-joyi o'rni-o'rnida ishlaydi, ginat qilmasdan. Undan tashqari bu avtomobilga qilingan ishlari bor, o'rnatmalar. Nejicar dominant 9.9 butlan sinfga qilib berganmiz. Hop, mana shunaqa karbon chexoldan ham taqilgan. Akkuratni turadi, ochadi, yopadi, zavat qiladi, mamni bosib tursak bagaj ochadi. AUX'da yana bakovoylarni ochib yopish ham AUX'ga ulab qo'yganmiz. Bemalol ishlatsalar bo'ladi. Постоянно ochib yopishga ulanmaydi, tavsiya qilinmaydi, bilganlar biladi. Hop, o'zlariga kerak payt Nejicardan yopadilar bakovoy, Nejicardan kerak payt ochsalar bo'ladi. Yana salonda knopka ham bor. Vajlaniya paytida kerak bo'lib qolsa, tor joylarga kirganda shunda yopib o'tib ketib yana ochiveradilar. Joy-joy o'rni-o'rnida ishlaydi, garantiya bilan qilib berganmiz. Nejicar komplektida Vatan Start Stop o'rnatib berganmiz. Bu ham ginat qilmasdan cho'tka ishlaydi. Malibu 2 rul original koreyskiysini o'rnatib berganmiz. Kruz kontrollari aktiv bo'lgan. Orqa lepistoklariga dальний signal ulangan. Bu yog'i multimediyasiga tez CC3 ga ulangan holatda turibdi. Podsvetkasini berizoy qilib berganmiz salonga mos. Oyna knopkalar ham komplekt podsvetka qilingan. Hop, TS monitor CC3 o'rnatib berganmiz. Zadniy kameralar bilan Full HD kamerasi bor, mana ko'rasizlar. Palasalari buriladigan qilib o'rnatilgan. Bu video ishlaydi. Undan tashqari oldi video registratorni ham ulab berganmiz mana. Mana shu obzorni ko'rsatadi, mana shu kamera DVR deyiladi, bu ham ishlab turibdi. Cruise control ham plastifkalaridan keyin mana tabloni ham plastifka qilib berganmiz. Suvni temperaturasini ko'rsatadi 91 gradus. Bunaqa knopkalar qaranglar. 82 gradus ko'rsatdi. Bu yoqda 91. Bu 91 точно ko'rsatadigani programma qilinadi, konkret данныйlarni ko'rsatib beradi. Bunisi endi datchikka ulangan, sal adashishi mumkin, bilasizlar. Buni bagaj knopka uchun o'rnatib berganmiz. Bemalol shuni bosib bagaj ochsalar bo'ladi, xudo xolisi. Evakuator polik, koordinatdan chexol bor, tayyor holatda. Xizmatlarimiz qiziq bo'lsa, bizga Maxtuningga murojaat qilaverasizlar. Xo'p, biz shu sifat kafolatini bera olamiz, ishimizga bemalol garantiya bilan qilib beramiz. Mabodo vaqt o'tib nimadir ishlamasa yoki nimadir muammo bo'lsa, sizlarning aybinglarmi yo bizning ishimizdanmi, bemalol kelsanglar to'g'rilab, tuzatib ko'rib beramiz, xudo xolisi. Maxtuning kuzatib boringlar, bizdan uzoqlashmanglar. E'tibor uchun katta rahmat.